11-iyun haftaning 4-kuni 2026-yil. Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari. Sog'misizlar? Yurtimiz tirishig'ina ko'z demasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Amudaryoda yangiliklarni yetkazib borishda davom qilamiz. Suvimiz xudo xolasa ajoyib. Shunda bir birat baryatrini daryoning o'rtasida. Suva kelsak, azanda sal ozroq edi, lekin уже suv sathi yana ko'tarilibdi. Yomon emas. Suv ajoyib. Xudoyimiz sularimiz mo'l bo'laversin. Dehqonchiliklarimiz va chorvamizga baraka. Yoshulli yurtdin Amudaryoda. Menimcha qarmoq tashlab netib yurtga o'xshaydi. Xo'p. Suva keladigan bo'lsak, do'stlar, suv ajoyib. Xudo xolasa bemalol xursand bo'lib daryomiz to'lib toshib oqaversin. Dehqonchiliklarimiz barakali, xudo xolasa arzonchilik bo'ladi. Suvimiz mo'l bo'lsa, Amudaryoni sog'ingan hamyurtlarimizga tashlab qo'yamiz, do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimiz tirishig'ina ko'z demasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar.